Biz bir ustoz bilan shogird daladan o'tib ketayotgan vaqtlarida dehqonni kovushini ko'rdilar. Kovush juda eski. Bittasini orqasi bor, bittasini orqasi yo'q. Kir holatda. Tolibi ilm nima dedi? Ustoz dedi. Bir qiziq voqeani guvohi bo'lmoqchimisiz dedi. Ustoz aytib to'xtadilar. Qanday qiziq voqea? Mana bu dehqon. Mana bu dehqonning oyoq kiyimini yashiramiz. Undan keyin qanaqangi ajib holat bo'lishligini ko'rasiz dedi. Bu kambag'al. Bunda boshqa oyoq kiyim yo'q. Buni yashirib qo'yamiz, qanday taajjubga tushishligini ko'rasiz dedi. Qayerdan bilding kambag'alligini esa mana oyoq kiyimni qarang dedi. Bittasini orqasi bor, bittasini orqasi yo'q. Yeylangan kir abgor holatda yashirib qo'yamiz. Tamom. Nima qilarini bilmaydi, taajjubga tushadi dedilar. Va o'zimiz daraxt orqasida yashirinamiz dedi. Ustoz nima dedilar? Yo'q. Bunday qilmaymiz. Boshqacha qilamiz. Qanday? Sen falonchi boyni o'g'lisan. Men ham imkoniyatli odamman. Undan ko'ra. 2 kavushni, 2 kalishni ichiga sen bittasiga 10 dirham tashla, ikkinchisiga men 10 dirham tiqib qo'yamiz dedi. Undan keyin dehqon qanday taajjub holatini ko'ramiz dedi. Xuddiki bitta kavushga $100 qo'yamiz, bunisiga ham $100 qo'yamiz. Keyin dehqonni taajjubga tushishligini ko'ramiz. Keyin sen aytgandek daraxt ortida yashiramiz dedilar. Tolibi ilm nima dedi? Mayli, bizga farqi yo'q dedi. Ustoz bilan 2 kavushning ichida pul qo'ydilar-da, o'zlari daraxt ortida yashirindilar. Dehqon keldi haqiqatda yerga suv berayotgan ekan. Oyoqlari ho'l, loy. Keldida kavushini kiydi. Kiygandan keyin bir narsa borligini his qildi. Engashdi, kavushini oldi, ichini qaradi, ichida pul turibdi. Ozgina ho'l bo'lgan. Alhamdulillah dedi, buni quyoshda quritib olaman dedi o'zim. Subhanalloh dedi, ko'zidan shashqator yoshlar oqdi. Ya Robbi dedi. O'zi ayolim kasal edi. Shunga pul izlayotgandim. Ya Robbi, sen duolarimni eshitibsan. Cho'ntagiga tiqqandan keyin chap oyog'ini kalishga tiqdi. Unda ham bir narsa borligini sezdi. Yana engashdi, yana kalishni kovushini oldi, yana ichini qaradi, yana o'shuncha pul. Ya Robbi, o'zi farzandlarimni holidan qanday xabar olay? Ayolim bu yerda kasal. Dori darmoni, tabibiga pul yo'q. Cho'kkaladi, tiz cho'kdi. Allohga yolvordi, sajda qildi. Yig'ladi. Ya Robbi dedi. Sen meni kutmagan joyimdan menga ne'matlar beryapsan dedi. Yig'lab yubordi.